Nuri, sen uchun ajoyib bo'lishi. Sut, tuxum, tuz, shakar, drojani solib, yaxshilab bitta massa qilib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Uni ustiga un solamiz. Bitta massa bo'ldi. Unni solamiz. Yaxshilab qorishimiz kerak. Mana shunaqa qilib qoramiz. Yumshoq xamir bo'lishi kerak. Keyin oxirida tayyor bo'lib qoladiganda yog'ini solamiz. Silliq qilib beradi yog'. Prezident yog'idan foydalanamiz. 15 minut mobaynida yaxshilab xamir qilib mushlab oldim. Endi prezident masala solamiz. Yana mushlaymiz 15 minut. Yeyishib ketish kerak. Yumshoq qilib olamiz xamirimizni. Xamirimiz tayyor. 60 grammdan chiroyli qilib o'lchab olamiz. Xamir. Kichkinagina xamirimizni yumaloq qilish jarayoni. Qo'lni shunaqa harakatda aylantirish kerak. Tayyor. Yumaloq sharikcha bo'ladi. Unga botiramiz, qog'ozga qo'yamiz. Xamirlarimiz rastoykadan chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin, teng baravarga pishgan. Yog'ni sal qizdirib olamiz. Tutab ketishi kerak emas, sal qizishi kerak. 2 minut davomida pishirib olamiz har birini. Yog'imiz qizidi, gazni o'rtadan sal pastroq qilib pasaytirib olamiz. Qo'limiz yordamida shuna qilib pishiramiz. Har biri 2 minutda pishishi kerak, mana qizardi. Shuna qilib tillarang bo'lganda aylantirib chiqaverasiz. Har biri 2 minut. Bo'lishkalarimiz уже pishdi. O'xshaganligi mana o'rtasida oppoq chizig'i bo'ladi. O'shandan bilsalaring bo'ladi. O'zi pishganini esa mana qaytib chiqadi. Bu 100% pishgan bo'ladi, xom bo'lib qolmagan. Keyin shuna qilib chiroyli qilib bulaymiz. Shakar va suxoy molokoni birgalikda qo'shib bulab olamiz. O'rtalarini teshib olamiz shpachka yordamida. Ichlariga nachinka haydab olamiz. Xohlagan nachinka haydashlari mumkin. Varina solishlari mumkin. Men cho'ka krem bilan malina konfi haydayman ichlariga. Sizlar uyda topgan narsalaringni solaverasizlar ichiga.